Xayrlı kech dostlar, xayrlı kech, qadrli tomoshachilar. Mana men shosha konsertdan olib boruvchisi bo'lib bugun ishlayashakman. Siz shuni anglagansizdыр endi, deymi? Shulaymi yo'qmi? Hop, malatsa. Hurmatli to'g'onlar, hurmatli do'stlar, mana konsertimizni shuning bilan davom etamiz. Aydagizlar birgalashib qarshi olaylik. Hozir sizning oldingizda Ayдар Ахметзянов. Rahmat, men. Hurmatli to'g'onlar, mana endi bo'lay, naq, yo'qshaytib, naq, jo'laytib qarshi olg'ashdan ozgina bilgan istoriyalar so'ylab o'taymi? What? Mening bilan so'ylashib turasiz, yana qishqiribroq aytingiz, quloqqa qotiroqmen. Birsini ayo bosdi, ikkinchisini tipdi. Mana biz shu shoirlar konsertlarda zapiskalar kutamiz. Zapiskalar yozib yuboringiz, yami? Zapiskalar yozalar, mana posilkagina solmaylar. Zapiskalar yozib yuboringiz. Mana tega konsertdan kelgan zapiskalarga o'zimizda javob berdik. Biz so'rov bergan zapiskalarga javob keltirgan shusha qiziqqina zapiskalarni biz o'qib ko'rsatamiz shundan narsan. Mana, например, nestavul yo'qo. Kimdir sayda shunga сразу пригласительный. Nestavul yo'qo. Son привычка, mana hozir ketdi, ruschada bilalar ekan. Hurmatli tomoshachilar, yo'qol pojarniklarga berilgan umr. Mana bu yilgina shotalar yo'qlay olmadilar, butun yerda o't yondi. Kstati, ularga zo'r rahmat. Agarda ular bo'lmasa, конечно, ikkinchilar bo'lra ishlaydi. Hurmatli do'stlar, hozir endi nestavul miyiq. Nestavi? Umi ili t deb aytasizmi siz? Usi deydi shekilli. Men t deb eshitaman istedi. Hurmatli tomoshachilar, miyiq ol kerakmaganga tanov ostida o'satirgan jin. Unda bir shunda da yo'q ekan, turtib ko'rsatirgayi. Shundan edi do'stlar, mana shular yurganda har bir sene joylab qanaman, quloq solib turam, tinglab turam. Mana ozgina yolg'ish aytsalar, mening quloqqa kiradi, ovozdan ikkinchi tur yuragi deb kelib chiqadi, ma'nosi совсем o'zgaradi qo'ya. Например, председатель колхоза bir kolxoznik bilan сөйләшә. Basimovoy dey, niya endi dey, shosha ulu boshing bilan dey, ot bilan ishib yurishing dey. Basimovoy ayta, "Tuğanım dey, ali boshimda ulu tugul dey, otqa da 100 gramda solmadim ali men dey." Mana shol. Shundan narsa endi председатель kolxozining shig'ishindan собрание bo'la turgan edi, kolxoz собраниялары. Shulaymi ol? Shunda hurmatli kolxoz ishchilari, nastashlarga endi narsashlarga dey. Bultir dey, jinning planin Kukay basqani edi. Bu yil Kukayni jin bosdi dey. Kolxoz председатель aytdi, "Nega kulmagiz? O'zim o'ylab topgan tugul."